Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga bir yetim yigit keldi. Ey Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, meni uyim bor. Uyim devorlar bilan o'ralmagan. Men uyimni devor o'ramoqchiman, atrofini. Bizni ham ko'pchiligimiz, qariyb hammamizni uyimizni chegarasida devor bor. 4 tomoni o'ralgan inshaalloh. Men 4 tomonini o'rab olmoqchiman. Undan keyin uylanmoqchiman endi. Qanaqadir holat, muhofaza masalasida. Men devor olishlikni boshlasam, meni yerim, lekin qo'shnimiz xurmo ekkan. Xurmo daraxtiga to'g'ri kelyapti. Yo men devorni qiyshiq qilib olishligim kerak, yoki qo'shnidan o'sha xurmoni sotib olishligim kerak, yo xurmoni qo'shni menga hadiya qilishlik kerak bo'lyapti. Ey Rasululloh, sizni oldingizga keldim. Meni boradigan hech kimim yo'q, akam yo'q, otam yo'q, bir birodarim yo'q. Shunda ey Rasululloh, qo'shnimning oldiga bordim. Xurmoni menga ber dedim. U yo'q dedi. Unda xurmoni menga sot dedim. U aytdiki, yo'q. Sotmayman dedi. Men unga tushuntirdim, birodar, bu xurmo seniki, lekin meni yerimda turibdi. Shuning uchun xurmoni menga sot dedim. Men u xurmoni olib tashlayman-da, devorimni tekis qilib olaman dedi. U aytdiki, yo'q. Shu uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizni oldingizga kelyapman. Rasululloh yurchi dedilar. Bordilar u qo'shnining oldiga, aytdilar: Ey birodar,